Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpisatsiya tugmalarini ham bosib qo'yishni unutmang. Bugun 18-yanvar kuni Toshkent shahar sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan Yulduz Usmonovaning apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni tugadi. Sudning ajrimiga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining 2021-yil 29-oktyabrdagi hal qiluv qarori o'zgarishsiz apellyatsiya shikoyati qanoatlantirmasdan qoldirildi. Ma'lumki, 2021-yilning 20-sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudiga da'vogar Yo'lchi Ro'ziyev, javobgar O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga nisbatan Xasta bo'lma qo'shig'ining she'r muallifi sifatida mualliflik huquqlari buzilishiga chek qo'yish, mualliflik huquqlari buzilganligi uchun tovon puli va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi bilan murojaat qilingandi. O'tgan yilning 29-oktyabr kuni qabul qilingan va hal qiluv qarori bilan da'vo ariza qisman qanoatlantirilib, Yulduz Usmonovadan da'vogar Yo'lchi Ro'ziyevga 50 million so'm ma'naviy zarar uchun kompensatsiya bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravar miqdorda yetkazilgan zarar hisobiga tovon puli undirish belgilangan.